Assalomu alaykum. Demak, bizga ABCD kvadrat berilgan, tomoni 4 ga teng hamda AE va EF kesmalarini o'zaro teng deyapti. Demak, bizda D, B hamda F cho'rchakning yuzini topishimiz kerak. Demak, AE kesmamiz EF kesmaga teng bo'ladigan bo'lsa, demak, ikkala cho'rchakning yuzi, ya'ni ADE, DF uchburchak yuzlari teng bo'ladi. Hamda ABE hamda EBF uchburchakning yuzlari ham teng bo'ladi, sababi mediana vazifasini bajaradi. Xo'sh, ADB uchburchakning yuzini topib olamiz. Demak, araba tomonimizdan 4 bo'lganligi uchun to'g'ri burchakli uchburchakning yuzini topamiz. Demak, 8 ekan. Keling biz buni S deb olsak, mana shu uchburchakning yuzini 8 minus S deb olamiz. Demak, bizda SBEF uchburchakning yuzi ham 8 minus S bo'ladi. Endi bizda SBEF uchburchakning yuzi ham 8 ga teng edi. S ga teng edi. Mana shu tomon S ga teng. Bu 8 minus S. Endi so'ralgan uchburchakning yuzi DBF. Xo'sh, 8 minus S ga S ni qo'shamiz. Demak, 8 chiqar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.